Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun Allohning rahmati, marhamati bilan yana bir qatim yuz ko'rishib o'tiribmiz. Bu istixborot savotlari mavzusidagi videomizning ikkinchisi. Bugun buningda o'tgankini davomlashtiramiz. O'tganda shifr haqida yupchi bergandik. Shifrning qo'llanishga boshlaganiga 2000 yilcha bo'lganligini deganim yodimda. Ammo 2000 yil o'tgandan keyingi bugungi kunda biz Uyg'urlar shifrning nimaligi haqida hech narsa bilmaymiz. Buni balkim ba'zilaringlar o'ylab baqdinglar, afsuslandinglar, hatto yig'lig'inglar kelgan bo'lishi mumkin. Bu ichinishli holimizda. Ammo ishonamanki, ko'pchilikinglarning xiyoliga hech narsa kelmadi va hech qanday g'ayri tuyg'ularda bo'lmadinglar. Mana bunisi taxmi dahshatlik. Men bir kitob ko'rsaman degandim sizlarga. Bugun inshaalloh uni ko'rsaman. Necha vaqtingizni ko'rsaman deb ko'rsatmagan kitobni. Bu kitobdagi shu üst qurdikisi Sezar açqıcı degan. Üstidagi bir qo'r ilibba, tegidagi shifrni ishlatadigan ilibba. Yana shifr haqida biroz bayon qilamiz. Oldingi video xil normal chiqibdi, shunga bugun bu kitobni ko'rsatmoqchi bo'laman. Shifr va shifrlash texnikasining turlari haqida bir necha jumla deb o'tay. Uchurlarning jiddiyati nuqtasidan tez ijro qilinish kerak bo'lganda, ya'ni vaqt jihatdan bek jiddiy bo'lganda, sonlarni bir-birlab harfga aylantirib, harflardan jumlani butunlab chiqish vaqt oladi. Buning tezroq bir chorasi bo'lishi kerak bo'ladi. Yana bir jihatdan yo'llanadigan uchur bek ko'p. Masalan, 10-20 varaq bir ma'lumot yo'llamoqchi bo'lsak, bunday uzun tekstlarni shifrlash uzun vaqt oladi. Yish jarayoni bek uzun bo'ladi. Lekin bunday vaqt isrofchiligi urush davrida, hatto yashgandan keyin ishning vaqti o'tgan bir zamonga to'g'ri kelib, mo'ljalligisiz ziyon kelib chiqishi mumkin. Buning chorasi qanday? Ikki xil usul ko'proq qo'llaniladi. Biri atay tuzib chiqilgan bir shifr kitobi bo'ladi. Bu kitob har ikki tarafda bo'ladi. Kitobda uchur sohasida ko'p ishlatiladigan 2000 dan 5000 gacha so'zni tanlab, ilibba tartibi bilan tizilgan va har bir so'z ma'lum songa udullangan shifr ochqichi bo'ladi. Mush son, mush so'z degan. Buni qo'llanganda her harfni ikki harf bilan ifoda qilgandan ko'ra, her ikki yoki uch son bir so'zni maydonga chiqaradigan bo'lg'achqa, yeshish va shifrlash tezligi zo'r darajada tez bo'ladi. Bu biz kichik vaqtimizda to'la takror qo'yilib, bizga yod bo'lib ketgan Qizil Chiroq nomli Beyjing teatrida kommunist qahramon Li He tarafidan topshirib olinib, Li He'ning janiga to'xtagan shu maxfiy hujjat mana bu shakldagi shifr kitob edi. Diemma. Xitoychasi Diemma. Harflar bo'yicha shifrlash Xitoychada oqmaydi. Chunki Xitoy yoziqi ilibbalik yoziq emas, hieroglif yoziq, ya'ni shakl yoziq. Shunga Xitoylarning shifrlashida harflik shifrlash ishlatilmaydi. Balki atay tuzib chiqilgan shifr qo'llanmasi ishlatiladi. Bu qo'llanmadagi so'zning bet nomeri va qur nomeri signal orqali yo'llanadi. Ikkinchi usul odatdagi bir kitob.
Her qandaq bir kitap şifr qo'llanmasi bo'lishi mumkin. Birli shart bilan. Her ikki tarafda o'xshash kitapning o'xshash nashri bo'lganda, kitapdagi so'zlar orqali tizilgan maxfiy uchur kitapning bet nomeri va qur nomeri orqali shifrlab ishlatildi. Xitoylar bu usulni qo'llandi. Bu kitap bozorlik kitaplar, hamma odam degidek o'qigan bir roman bo'lishi mumkin. Ashuna bo'lsin bo'ladi. So'zlik bo'lsin bo'ladi. Uyg'ur tilida kitaplar shifr qo'llanmasi qilib ishlatilsa, tayyor bir kitap, ya'ni bir roman. Bir qiyinchilik kelib chiqishi mumkin. Tip so'z va qo'shimchalar masalasi. Masalan, Xitoy tili odatdagi kitobni yoki atay tuzib chiqilgan shifr qo'llanmasini ishlatishga bakmi uyg'un keladi. Buning sababi Xitoy tili amurif tillar kategoriyasiga mansub. Ya'ni ibtidoiy tillar kategoriyasiga mansub bo'lishligi bilan so'z qo'shimchalari, ulanmalari, tovush o'zgarishlari yuz bermaydi. Sözlükteki ham sözler qandaq bo'lsa, kontekstdagi altimi o'xshash bo'ladi. Xuddi kesak tizgandek arqma-arqa tizilish bilan jumla barliqqa keladi. Uyg'ur tili Türk til oilasidagi boshqa tillardek agglutinativ tillar kategoriyasida bo'lg'achqa, ya'ni yepishqoq tillar oilasida bo'lg'achqa. So'zlarning so'zlikdagi shakli bilan kontekstda qo'llanish shakli o'xshamaydi. Qo'shimchalarning ta'sirida so'zlar o'zgarish yasaydi. Har bir so'zning nurg'un xil turlanish shakli uchraydi. Chunki tilimizdagi so'zlar zamon kategoriyasining, shaxs kategoriyasining, ray kategoriyasining o'zgartishligi uchraydi. Xitoychada bunday ishlar mavjud emas. Xitoychada hatto 4-may harakatigacha zamon kategoriyasi deb bir narsa yo'q. Hatto ba'zi jumlalar o qadar uzraydiki, onun şahs kategorisini uyushtirib qo'yamiz. Right ham yo'q. Ama bizda birli so'zni qiladigan bo'lsak, biz uni bu so'zni agar kontekstlik so'z bo'lgan taqdirda raydan, zamandan, shaxsdan xoli qilolmaymiz. Birli so'z bu kadar ko'p narsani o'z ichiga oladi. Endi biz shunday bir jumlani kitap orqali yoki atay tuzib chiqilgan shifr qo'llanmasi orqali Uyg'urchada shifrlashga tirishib baqayli. Lozimatliklar evatildi. Bilugna o'rmonligining janubiy burchiga chimliqqa tashlandi. Vaqti soat 3. deyilgan bir uchurni kitap yoki so'zlik orqali shifrlamoqchi bo'lsak, so'zlik shakli bo'yicha birinchi so'z lozimatlik. Ko'plik qo'shimchasi larga ilojimiz yo'q. Dal shunday bir so'z butun kitobdanmi ash turlanish shakli bilan topilmasligi mumkin. Ikkinchi so'z avat. So'zlik shakli avatmak. Ildi qo'shimcha dal mushtirilnishdagi bir so'znimi kitobdan tepish tas. Tip so'z va turilnish shakli o'xshash so'z hatto butun kitobda yo'q bo'lishi mumkin. Shuningdek Uyg'ur tili bilan shifrlashda tilimizning alohidaligiga uyg'un keladigan yangi bir usul tepib chiqishga to'g'ri keladi. Ikkinchi dunyo urushida shifrlar yeshivitilish tufaylidan kelib chiqayotgan ziyonlardan saqlanish uchun Amerikaliklar bir yangi xabarlash usuli topgan. U bo'lsa-mu Amerika yerliklaridan biri bo'lgan, ya'ni Indiyalardan bo'lgan ma'lum bir millatning tilini, bu tilni qo'llanadigan odam bir necha ming. Butun millatning nufusi bir necha ming. Intayin oz, cheklimalik doirada qo'llanadigan bir til. Ma'lum bir millatning tilini maxfiy xabarlash ishlatgan. Ama bu yerlik tilde hazırki zamanның atalgıları, yani mesela kural yaraklarının isimleri degendekler bulmagaçka, bu tarafı yeniden isim yasılış bilen toluqlangan. Qısqı bir kursdan keyin yerlik millatdan bo'lgan askarlar qismlarga taqtilib, o bosh qo'mondonlik shtabdimi birisi bor ulardan, jang maydonidami birisi bor.
xabarlashish apparatiga masligi qilingan. Bu şifrli xabarlashishga qaraganda tez va dal bo'lish bilan yaponlarning aqliga kelmaydigan bir tur bo'lg'achqa nihoyatda yararli bo'lgan. Bu haqda bir Amerika filmi bor. Ko'rib baqsanglar bo'ldi. Shamol bilan so'zlashuvchilar degan. Wind Talkers. Yana bir xabarlashish usuli yapti so'zlar usuli. Bu usulni 2. Dünya urushida ittifoqdoshlar armiyasi Normandiyada quruqlikqa chiqish harpisida Yevropa quruqliqidagi yer osti qarshilik ko'rsatish guruhlariga partizanlarga yo'llangan xabarda qo'llanilgan usul bo'lib, shundoq deyilgan. Kirkak qurut sutemguchi hayvon. Timsoq usab ketdi. Doktor barliq kasallarni dafn qiladi. Firoraning qizil bo'yni bor. Suyimlikim, siz bilan Avinonda 2 qatim ko'rishsam deyman. Yat milboniga muhtoj. Endi daraxtni irg'itib nashput ta'singiz bo'ladi. Pepinanda sho'xli pishdi, üzsek bo'ladi. Fransiyaning janubida sugat guli bek chiroyli echilibdi. Mana bu bir xil shifr. Urush tarixidagi mashhur voqea hisoblangan Normandiyada quruqliqqa chiqish harpisi yoki shartli qism bilan D-Day, D-kunining harpisidagi simsiz telegraflarda Yevropaga yo'llangan yapti jumlalik uchuqlar. Ana shunday shaklda bo'lgan. Bundan boshqa gazetga e'lon berish usuli orqali xabarlashish, tomga e'lon choplash usuli bilan xabarlashish usullari bor. Yana rasmlarning ichiga uchur yoshirish, rasm ichiga rasm yoshirish qatorliq usullar bor. Masalan, siz biriga bir pochta karta yo'llashingiz mumkin. Kartdagi rasmning ichiga biror jumla uchur yoshirilgan bo'ladi yoki biriga ma'lum bir jasusning rasmini avatmoqchi bo'lsangiz, bu odam rasmini bir hayvon rasmi, manzil rasmi ichiga yoshirib avatishingiz mumkin. Endi ba'zi shifrlash usullarini konkret ko'rib o'tamiz. Sezar ochqichi. Bu usul nihoyat oddiy bo'lib, ilifbadagi harflarni boshqa bir harf bilan almashtirish usuli degan gap. İlifbadagi A, B, C, D. A'ning o'rniga C. Qarshi taraf bilan nimani tutishib olamiz? C harfini A deb o'qiysan degan shaklda. Buni 2 rat qilib tizib chiqqan bir jadval holatida qilib shifrlash ham yechit qo'llanishga bo'ladi. Ya'ni birinchi qurug'i mavjud ilifbadagi harflar reti bilan tizildi. A, B, C, D, E, F, G. Asti qurug'i reti buzilgan ilifba. Ya'ni tartibsiz shaklda. Buningdan ma'lum tartib bo'lishi mumkin. Lekin A va aslidagi tartibga nisbatan tartibsiz deyapmiz. Bu tartibsiz shakldagi ilifbani yuqoridagi qurug'iga quttirildi. Bir harfga quttirildi. A harfining astidagi qaysi harf bo'lsa, mana shunisi A o'qiladi. Buni yana o'zgartib, bir harfga ma'lum raqamni vakil qilishga bo'ladi. Buni cheksiz o'zgartirishga bo'ladi. Birdan A'ga B'ni vakil qilamiz, birdan A'ga C'ni vakil qilamiz, birdan D'ni vakil qilamiz degandek tartibda o'zgartirib turishga bo'ladi. Buni raqam, har bir harfni bir raqam bilan ifodalab bu shaklda qilishga bo'ladi. Bu xil shifrlashni men 15 yosh chog'larimda do'stlar ara ishlatib baqqan. Bizning o vaqtda shifr haqida hech qanday bilgimiz yo'q. Bu nima uchun shunday bir aqlimga kelib, boshqalar bilinmaydigan usulda xat yozishni tasavvur qilish orqali tepib chiqqan. Bu qarasam bu Sezar ochqichiga biroz o'xshab qoladi ekan. Endi ba'zi shifrlash texnikalariga doir shifr turlarini ko'rib boqaylik.
Bu bir çögülmeş tutulan bir xil şifrlaş esvabı. Bu ikki dana bir-biriga o'xshamagan ichiga qo'yilgan ikki halqa. Bu halqaning birisi cho'glaydi. Buni cho'giltib sirtqi halqasida ilippa va ba'zi son belgilar tuzilgan. O'xshashla ilippa, belgi va son ichidagi halqaga tuzilgan. Bu orqali shifrlash mumkin. Masalan, buningda ivatildigan uchurning beshiga bir ochqich berildi. A tang U. Bunda deyilgan bo'lsa, biz ichidagi halqani cho'giltib, muqim turgan teshidagi halqadagi A'ga ichidagi halqaning U'sini uftulaymiz. Bu uftulashdan keyin B'ning ufturigi nima keldi, C'ning ufturigi nima keldi bo'lsa, bu shu harfga vakillik qiladi. Buni har qatim almashtirib, har qatimliq uchurning beshida bir ochqich beramiz. Bu qatim A tang W deyishimiz mumkin. Yana bir qatimda A tang G deyishimiz mumkin. Mana shunday qilib, buni yashgan vaqtidami, shifrlagan vaqtidami mushu asbob ishlatildi. Bu mening sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kitobimdagi ajoyib kitobdagi bir asbob, shifrlash asbobi. Buningdagi ne deydi? Şu anda A tang N oldu. Endi C P M oldu. C L oldu. D mana bu tartibda bu shifrlash elib berildi. Endi yana boshqa tarixda ishlatilgan shifrlardan ba'zilari. Bu ajoyib kitobimning maqtumdiga yerlari betjaq. Bu shu qadar g'alati nashr qilingan kitobki, bu yerda bir dona konvert bor. Konvertning ichiga solib qo'yilgan bu narsalarni ko'ramiz. Hatto bu qadar jinochka bir narsalarni solib qo'yilgan. Shunday kitob. Bulardan qaysini ko'radi? Bu her tishliq sisiq orqali bo'lingan bir xil shifr. Bu shifrda o'xshash qonuniyat ustidagi harf ostidagi harf bilan almashtiriladi. Faqat. Endi yana buning orqasida yana bir xil shifr bor. Bu shifrni oldingi qatim biz
tunuştuğantık. Bir köndülenqor, bir tikqurdaki raqamlarning kesishgan nuqtasidan bir harfni shifrlab chiqish. Bu polibus dama taxtasi deb ataladi ekan. Endi yana bir xil shifr Morse kodi. A tang bir chikit, bir qisqa siziq. B tang qisqa siziq, andan 3 chikit. C tang qisqa siziq, chikit, qisqa siziq, yana chikit. Bu şekilde. Mana tegidikisi bir cümle. Şifr bilan yazılgan cümle. Buningdagi yantuv siziq, bo'lish siziqi harf bilan harfning arasini bildirdi. Jup yantuv siziq söz bilan so'zning arasini bildirdi. Bu semafor degan yani bir shifr. Buningda bayroq orqali so'zlashadigan. Bu jang maydonida, dengizda paraxutlar ara bir-biri bilan bayroq orqali uzun aralıqlarda qo'sh bayroq orqali ishoratlashadigan yana bir xil usul. Bu Babington shifrisi. Babington shifrisi. Bu tegidagi shifrlangan bir cümle. Bu 1886 yılı Angliya xonisi Elizabetni suiqasd bilan o'ltirib, uning o'rniga Shotlandiya malikasi Maryni chiqarishni planlagan bir suiqasd guruhi tarafidan ishlatilgan. 1586 yıllarida. Şu çağda insanlar bu şifrni ishlatyapti. Yani biz hozirgacha uni bilmaymiz. Bu yerda yana bir xil shifr bor. Bu shifra A'ning tug'an yeri B'ning tug'an yeriga asosan shu siziq ishlatildi. Mana masalan A tang ta'tur elga o'xshagan siziq A'ning tug'an yeridan elinyotidi. Z tang bu X bilan ayrılgan siziqning asti qo'ltiqi. Tegidikisi shifrlangan bir cümle. Dünyada qeliplashgan, birlikka kelgan bir shifr bo'lmaydi. Bu shifr bilan yozilgan bir xat ekan. Mush kitobdagi. Mush kitobning ichida bunmi. Shifrni umuman ikki taraf kelishib olingan shartlik belge degan ta'rifga ko'ra ikki taraf kelishib olgandan keyin har qanday bir turdagi belgini shifr sifatida ishlatsa bo'ladi. Gazet orqali xabarlashish dedik. Gazet orqali kundalik gazetga ma'lum e'lon berish shakli var. Yoki
Gezitteki ma'lum xabarning belgilik harflari ostiga belgi qo'yib, gazetni tashlab ketsak, bizning qarshi tarafda bu uchurni ulashtirmoqchi bo'lgan odamimiz bu gazetni tepib olgandan keyin u gazetga sinchiylab belgi qo'yilgan xabarni topadi. Andın boshqalar farq etolmaydigan, faqat istixborotchilar farq etolmaydigan belgi qo'yilgan harflarni bir-biriga qo'shib, andın bu uchurni chiqarib oladi. Endi men bu maqtanadigan kitobimni sizlarga ko'rsataman. Bu mashunda bir kitob. Bu yerda yana shifrlash asbobi. Bu mashunda cho'glaydi. Bu yerda bir eynek turdi, bunga diqqat qilgan bo'lsanglar kerak. Bu eynek ba'zida ko'rinmas qilib naytı uşaq maxfiy yezilgan uchurlarni o'qish uchun ishlatildi. Andın ba'zi rasmning ichiga yoshiringan uchurlarni tepishga ishlatildi. Mana shunday bir g'alati kitob bu. Bu kitobda mana shunday chaplab qo'yilgan bunday narsalar bo'ladi. Bunda uchurlar bo'ladi, bunda konvertlar bor. Konvertning ichida kartlar bor. Resimlar bor. Gazetning parchalari bor. Mana shunday bir ajoyib nashr qilingan bir kitob. Shunday nashr qilingan bu. Bunday. Mana shunday. Bu bir konvert. Bunun ichida bir uchurlar bor. Bunun ichida birisi resim. Bu resimning ichiga 3 tane odam resmi yoshirilgan. Buni tepib chiqish bizga imtihon qilindi. Bu birisiga yo'llangan kart. Bu kunga tutgandan keyin aqsdan o'qig'ini bo'ladigan bir xil maxfiy uchur. Bu maholatda tutsa o'qig'ini olmagan bilan yanto tutib qargan vaqtida o'qig'ini oladigan shifrem deshifr bo'ldi, shifrem bilinib qoldi degan
bir kart. Bu kart şunun içindeki Muşkanurt'ta. Maşında neşir kılıngan bir galati kitap. Bu bir meşhur casusning resmi. O'xshash casusning 3 xil resmi. Yüzünün kıyafetini ne kadar tonuqsuz derecede özgertələydiganlığının misalları. Yana ilqindaq. Yana bir yerde bir kamert varken bunun içidimi mana şunda gizitning qaçıllары kodu qo'ydigan narsa. Yana bunda tutqanda o'qilmaydigan ma'lum yan to'liq qappaganda o'qiladigan uchur. Bu manda tutqandan keyin o'qiladigan bir holatga keladi. Hatta böyle güzeynekten tartıp var. Yana işte adette yana bunun içinde bir harita varken maxfiy hareketning haritasi. Bu kanatni ko'rgan to'q. Bu Amerikaning ichki urush davrida ishlatgan kodlash asbobi, shifrlash asbobi. Bu yerda yana boshqa necha xil shifr turlari var. Bu yerda bir maxfiy uchur var. Bu ikki tarafga parchalanib ketgan bir jumla. Kodeks kuralları. Bu AQShda yana bir uchur var. Şu çoğun harflarni tom yazılgan harflarni birleştirganda chiqadigan uchur. Bu yerda bir qog'oz aeroplan kichik bola yasab o'ynaydigan. Buningdimi bir shifr var.
Mana şundaq. Bu yerda bir xarita. Gazliq işiltadigan qurallar. Tapaniga aparat yoshirildigan oyog'. Bu kitapning ismi Casusluq bilimi. Agar istixbaratga qiziqadiganlar bo'lsa, buni tepib bir qo'llanma qilib doim o'qib yursa bo'ladi. Shunday bir esil kitap bu. Men hayotim bo'yicha shifrning nimaligini bek ko'p o'yladim, bek ko'p kalla qatuvdim. Chunki bizning tashkilotlarimiz degandilla hech qilmasdan pashvolab qilib behuda qurbonligimiz ko'p bo'lib kelyapti tarixdan beri. Buning muhim sabablaridan biri biz istixbarat yenimizni tuyon bo'lg'achqa, istixbarat savodimiz bo'lmag'achqa to'g'risi. Balalarcha muomala qilamiz bu ishlarga. Ya bilmaydi deb o'ylaymiz. Yüzümüzce məxfiyyətlik saqlayatqan bo'lib ketimiz bir narsani. Telefon nomerlarimizni yoshirib ketimiz yüzümüzce. İstixbarat degan u putqa yog'ishib yurgan narsalar bilan gaplashadigan ish emas. Kinolarda ko'rsizlar, barmoqni taniydigan shifrli quluplar, barmoq izi bilan ochiladigan quluplarda saqlanadigan temir partiltibmi ochqili olmaydigan darajada 5 metr qalinlikdagi temir ishlarning ishlarida saqlanadigan, ya'ni qatma-qat tagida saqlanadigan maxfiyatliklarni o'g'irlaydigan bir kasb bu istixbarat degan. Bizning ko'chada so'rilib yurgan hammadan uqadigan bijimilni maxfiy tutib ketishlarimiz intayin kulkilik bu. Maxfiy tutadigan bo'lsak, ani anglashimiz lazım. Qarshi tarafning texnikini anglashimiz lazım. Endi maxfiyatni qanday saqlash to'g'risida uqum hosil bo'ladi bizda. İstixbaratni tushunmagan vaqtimizda uningga bolalar chiqaraymiz. Bizning bu peshqadamlarimizdan birisi bir odamni izchil gunohkor qiladi. Nimaga bunday gunoh qilasiz bu odamni desak, u bir nutq so'zlaganmish İstanbulda. Vatanda o Mahsum Acım ulab ketgan vaqtida Sharq Turkiston osmonidan bir yulduz saqidi deb nutq so'zlabdimish va bizga kelgan uchurlarda debdi-da. Desa, ayında desa Xitoy bilib qolmamdi. Ne kadar oddiy. Endi ba'zi vatanga berib kelgan odamlar bo'ladi burun Turkiyada. O zaman bir kadar tinch zamonlar bo'lganligi uchun anda sanda ba'zilarini Xitoylar suhbatga chaqirib gaplashadi. Hamkorlik taklif qiladi. Uni deb kelgan ular zaten o'zlari deb kelgan.
ve bu jarayonda onunki bu chet elda qilgan ishlarining hammasini deb berdi bununla. Palaniyadan da qildim. Pokuniyadagi yig'inga bordim. Pokunchilardagi namoyishga qatnashdim. Aşını anlap bu adamlarning rengi çöküdü. Kelgandan keyin birisi bana dedi ki, ya Allah, hammani bilib turdik emasmi? Nima qilganimdan hammani mening qilganimning jimini dedi emasmi? Astagfirullah. Ana men dedim ki ona, sen o ishni yening tagida qatma-qat maxfiyetlik perdelerinin aqısını qilganmiding, jamoat bayada qilganmi? Desem şu jamoat bayada qilgan ish. Aniq endi bu bir namoyish qilish jamoatning ichida bo'ladi. Bir yig'inga berish jamoat bilan bo'ladi. Bu hamma faoliyat jamoat bilan bo'ladigan faoliyat. Uni Xitoyning bilib turadiganligiga bu qadar hayron qilib esankirab ketish bizning istixborot engimizning naqadar tuyo'ligi. O kadar jiq adam bor yerda Xitoyga bu xabarni yetkazadigan bir odamning bo'lmasligi mumkinmi? Shuni tasavvur qilolmaymiz-da biz. Ash odamlarning hammasini sop deb ishonayotgan gap bolalarcha. Asli xapliq bu yerda. Agar buning ichida cho'qim yetkazadigandan eng az birisi bor degan farazga keladigan bo'lsa, o kadar hayron qolmaydi. Bu bizning ifodalarimizga ko'ra istixborotda naqadar nodon qolganligimizni, maxfiyetlik saqildiq deb qilib urinishlarimizning naqadar bolalarcha ekanligini andin bilalaymiz. Bizning inqilobimiz taki Sharq Turkistonda resmiy Xitoylarni yengishga nayt az vaqt qolgan bir zamonga kelgichimi bizning addi harakatlarimiz mümkün bo'lgunicha maxfiy bo'lish talab qilindi aslida. Bu kadar hammani o'tirib so'rab o'tirdi qilindig'imiz. Maxfiyetlik deyilgan vaqtida istixborot savodi talab qiladi. Bizning o ibtidoiy shakldagi o maxfiyetlik saqlashlarimiz hech narsaga dal bo'lmaydi. Qonuniyatni bilmay turib, hech kimga demajima deb deymiz emasmi birsiga? Nima uchun maxfiyetlikning eng yaxshisi qabrida saqlandi deydi. Kinolar deydi-ku. Ba'zi maxfiy ishlarga qatnashgan odamni ish bitgandan keyin hammani etib yutadi. Maxfiyetlik eng yaxshisi qabrida saqlanadi. Hech kimga demada bir odamga deganlar butun jahonga jakarlig'im bilan barobar deydi bu kitobda. Agar u maxfiy deydigan bo'lsangiz, uni hech kimga demaydigan. Lekin biz riyakor bo'lganligimiz uchun men bu qilayotgan bu katta ishni haq bilmay qanday bo'ladi deb ensirab bildirish qoldirganligimizni deb solamiz o'zimiz. O'zimiz deb solib, endi buni Xitoy qilib qopti deb qo'rqib ketamiz aqsdan. Onun uchun bu istixborotni o'rganish cho'qim bir zaruriyat. Tashkilot a'zolari, tashkilotchilar uchun bu bosh tortib bo'lmaydigan zaruriyat. Bugun shifr haqida gapimizni tamomladik. Ben bu kitobni sizlarga damlatib oldim. Shunday bir kitob bu. Bundan keyingi qadamlarimizda ba'zi amaliy harakat usullari, tarixdan ba'zi o'rnaklar, ba'zi operatsiyalarning hikoyalari qatorliqlarni so'zlaymiz. Qadamma-qadam bu ishga ichkirlaymiz inshaalloh. Hammanglarni Allohga topshirdim. Alloh niyat qilgan yaxshi ishlaringlarni muvaffaq qilsin. Allohga emanet olun.